Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilari, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz vokzalning yonida. Yangi 5 qavatli binoning 4-qavatida 82 kvadrat metrli kvartiramiz bilan tanishib o'tamiz. 3 xonadan iborat. 1 qavatda 3 xonadan ekan. Podyezdlar ham akkuratniy, oyoqteglari mramor, devorlar notonli fon, girish eshiklari damir eshik. Bismillahirrohmanirrohim. Kirgandan prixожий zonalari katta tushgan. O'ng tarafimizda rakovinalar bor, kafellar qo'yilgan, chetlar ramkam qilingan, devorlar polni oboy. Narxi ham zo'r narxda, azizlar. Chotki narxda. Videoni oxirida aytib o'taman narxini. Memor kelib, yana ustida azroq qaytadan yer bor. Bu yerda elektrik avtomatlari qo'yilgan, suv, svet, gazdan muammosi yo'q, dokumentlar ham tayyor turibdi, to'g'ri oformlangan bo'ladi. O'ng tarafimizda birinchi oshxonamiz joylashgan. Bu yerda детский spalni, kattalar spalnisi, kim bu tarafimizda esa gостиная, ya'ni mehmonxonasi. To'g'rimizda sanuzel qismi. Birinchi yerdan tanishtirib boraveramiz. Birimiz 3,5 va 4,5 razmerda tushgan oshxona qismimiz bo'ladi. Kuxnya mebellari bor, ko'rib turganingizdek. Fartuqlar ham qilingan, zamonaviy dukonterni, настенный отопление ham qo'yilgan. Ayfil firmaniki reduktorlar ham bor. Ya'ni teplый pol kollektorlari bu yerda joylashgan azizlar. Sanuzelimiz teplый pol bo'lgan. Bu yerda ariston ham qo'yilgan azizlar. Har bir narsasiga e'tibor qilsa, hali hech kim yashamagan. Ishlar ham high-tech ishlardan. Bu tarafimiz zal qismi bo'ladi. Eshiklari yarma eshik, ya'ni zalimiz ham katta, kichkina emas. 5,5 va 5,5 razmerda tushgan. Televizor mestalari bor bu tarafda. Dimoqli joylar ham bor. Konditsioner uchun rozetka joylar ham qo'yib ketganlar. Patologlar o'rtalar natija, chetlari gipsokordon bilan qoplanib, galogenlar ham monotkanlar. Radiatorlar ham zo'ridan qo'yganlar, o'zi Yashimonda remont etilgan azizlar. Ikki yerda oyna tushgan, yorug'lik zo'r bo'lish uchun ekan. Radiatorlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Ajoyib sifatlarni. Oyoqtelar laminat yoyilgan, yaxshi laminatlardan. Bu tarafimizda детский spalnimizni ko'rsatib o'tsak, ishlari high-tech ishlardan, mana ishlar ham o'rnatilgan, balkon qismi ham bor bu tarafda, ham naves ham qilingan. Birimiz 260 ga, uzunasi 4 razmerda tushgan. Radiatorlar o'rnatilgan, bu yerda balkon qismi ham bor, pillalar qo'yilgan. Devorlar oboy, patologlar natijoy, gaz, svet, suv, VIP. Место zo'r, glani. Ajoyib mestada joylashgan azizlar. Vokzalning yoni. Bu tarafimiz 320 razmerda tushgan spalniy qismi bo'ladi. Oyoqtelar laminatlar yoyilgan. Radiatorlar ham bor. Devorlar oboy, patologlar natijoy, lyustralar asilg'aynak, kanizlar ham qisilgan, oynalar katta, plastik ramardan qo'yilgan. Xonadonimiz tayyor. To'g'ri kirib yashaydan döşashtirib, kelib yashayverasizlar. Berimiz sanuzelimiz oyoqteglari kafel bo'lgan, devorlar ham kafel, patologlar plastik, vannalar ham qo'yilgan, unitazlar ham rakovinalar. Bu yerda suv cho'chishini o'rnatganlar. Tayyor xonadon narxi hurmatli obunachilar 38 ming dollar aytilib turibdi. Ustida ozroq qaytaladi, ko'p qaytalmaydi hurmatli obunachilar. Ozroq qaytaladi. 2 xonaning narxini bilasizlar 82 kvadrat metr. Hem tayyor, dokument ham tayyor, 100%, 4-qavatda joylashgan. 5 qavatli binoning 4-qavatida. Vokzalning yoni. Kvadrat metr ham katta, azizlar, ham tayyor xonadon. Agar kanalimizga yangilar bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, videomizga yangilik taqdim uchun sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilamiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.